Ikkita aka-uka ota eshikda qolgan, bittasi chiqib ketish kerak. O'zi ikkalasining ham haqqi bor. Shunda uka aytadi: "Aka, sizni bolalaringiz ko'proq menikidan ko'ra. Meni bolalarim hali mayda. Sizga qolsin eshik" deydi. Hech qanday da'vo yo'q, sizga deb chiqib ketadi-da, Alloh unga, ukaga otaning eshigidan 2-3 barobar bo'lgan yaxshiroq narsani beradi. Guvohi bo'lganmisizlar shu narsani? Nima uchun tark qiluvdi u? Nima uchun tark qiluvdi? Akam mendan ko'ra bezbetroq, jizn chiqib ketaman demaydi. Undan ko'ra men chiqib ketay deb bas, Xudo uchun tark qiladi. O'shuning uchun so'radim-da, hayotingizni qarab ko'ring-da, biron narsani shunday qilib tark qilganmisiz Alloh uchun? Rasululloh aytibdilar, banda bir narsani Alloh uchun tark qilsa, bu yerdagi eng asosiy narsa Alloh uchun tark qilsa, Alloh unga mana shu tark qilgan narsasidan ko'ra dinida va dunyosida u uchun yaxshiroq bo'lgan narsani evaz qilib beradi.